Gipogalaktiya bu nima? Gipogalaktiya bu emizikli ayollarda to'satdan sut kelmay qolishi yoki umuman sutni bo'lmay qolishi. Demak, ayollarda emiziklilarda qachon sut kamayib qolishi mumkin? Kuchli stressdan, uyqusizlikdan kamayishi mumkin. Bundan tashqari bittada qattiq qo'rquv oqibatida ham sut kamayib qolishi mumkin. Bolani emizish taktikasi bo'yicha, ya'ni bolani talabiga qarab emizmaslik, kam emizish, noto'g'ri emizish, bitta ko'krakni emizish oqibatida kelib chiqishi mumkin. Bundan tashqari ayolni o'zidagi anemiya holatlari, kam suyuqlik ichish, kaloriya ovqatlarni yaxshi yemaslik oqibatida bo'lishi mumkin. Bir xil ayollarda estrogen preparatlari qabul qilishadi. Ular bilib bilmagan holatda. Estrogen preparatlari ham sut kamayishiga olib kelishi mumkin. Ayolni o'zi noto'g'ri emizish oqibatida, ya'ni ko'krak bezini yaxshi parvarish qilmaslik oqibatida laktostat yoki mastit kasalliklarida ham sut kamayib ketadi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Agar ayolni temperaturasi 38 dan yuqori, qaltirash belgilari, holsizlik belgilari, ko'krakni noto'g'ri parvarish qilish oqibatida ko'krakda og'riq, qizarish, shish, yiring ajralmalar kelsa, zudlik bilan murojaat qiling. Bola tomonidan bola yaxshi emolmayapti, vazn qo'shilishda kam ketyapti. Bezovtalik belgilari bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin.